juda ham срочный narxda zo'r новостройkamizga chiqqan. Yunusobod tumani 6-kvartalga kelganmiz. Xonsaroy застройщик tomonidan qurilgan parlament loyihasiga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qurilgan novostroykamiz mana. Umumiy maydoni 62 kvadrat kadastr bo'yicha plus 15 kvadrat balkoni ham bor o'rtoqlar. Shunda umumiy 77 kvadratli xonadonimizga chiqqan. Birinchi qavatda bo'ladi. Remontlar o'rtacha holatda bemalol kirgizsanglar bo'ladi. Qisman mebel texnikalari ham quvvatgan ekan. Narxi 70.900 o'rtoqlar. Narxi juda ham sroch narx, chunki bu lokatsiyadan bunaqa narxda uy topa olmaysizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan novostroyka qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar, like bosib esingizdan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Главный podyezddan kiraverish eshigimizda uzungina koridorimiz bo'ladi. Stroyniy двойной shkaflar qilingan mana bu yoqda ham qilingan, bu yoqda ham qilingan. Sirasiz kirishimiz bilan chap qo'limizda kattagina zalimiz bo'ladi o'rtoqlar mana. Zalimiz ham kattagina, bu yoqdan ham balkonga chiqsanglar bo'ladi, konditsionerlar bor. Xo'p, bu yoq tomonda mana yurib kelarkanmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana bitta spalniy xonamiz mana. Bu yoqda mana bitta spalniy xonamiz. Xo'p, bu yoq tomonda sanuzilimiz mana, ya'ni vannamiz mana bu yoqda. Sanuzil разделный bo'ladi. Xo'p, bu yoq tomonda hojatxonamiz mana. Hojatxona ham juda ham katta ekan. Xo'p, bu yoq tomonimizda mana kuxonniy zonamiz. Kuxonyamiz ham anchagina katta, stoloviy zona, o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. Va bu yoq tomonda mana spalniy oynasi qaragan. Mana kuxonniy zonamizda ham bu yoqda ham kerakli aksessuarlar hammasi bor. Bu yoqda mana balkonniy zonamiz o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz ham anchagina katta mana. Zaldan ham balkonga kirsa bo'ladi, kuxonyadan ham mana двойной kiraverishlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan past qavatdan novostroyka qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy-chu, sir uchun maxsus salomat bo'linglar.